Salom qizlarjonlar, xayrli kun barchaga. Bugun biz sizlar bilan mana shu ikkita atirimizni obzor qilamiz. Sensuali atirimizni hidlari juda ham zo'r. Yoz mavsumida bu atirimizni ifori zo'r taratib turadi qizlar. Ayollar uchun tavsiya qilaman, qizlar uchun, ayollar uchun. Bu hozir qo'limizdagi 30 milligi. Hidlari menga yoqadi, o'zim ham sevib turaman bundan. Va keyingisi qizlarjonlar bu murmur. Sensualidan ko'ra murmurni hidi juda ham shirin. Hidi ham barchaga yoqadi. Tavsiya qilaman qizlar. Bemalol olib ishlatishlaringiz mumkin. 30 millik atirlarimiz hozirda skidkada qizlar 75 mingdan narxi. Obzor qilib turgandik. Eshik taqilab qoldi. Qarasakchi, dastavkamiz yana yetib keldi qizlar. Kokodan bizada zakaz tushgandi. Gel dushasi va shampundan zakaz tushdi qizlarjonlar. Kokon muxlislari bizda juda ham ko'p. Kokoni sevuvchilar juda ham ko'p. Birinchisi o'zimiz. Mana shampun va gel dushlarim keldi. Stormoridan mana shunaqa gel dusha va hozirgi sezonda SPF letadan SPF qizlarjonlar. SPF siz ko'chaga chiqmanglar. Mana cheklarimiz ham bor. Kupon bermabdilar. Kuponni o'zimiz qo'yib oldik. Bermasalarda ham kupon mana kabinetimda alohida o'zi biladi qizlarjonlar. Bugungi obzorimiz mana shular. Barchangizga rahmat qizlarjonlar.